Bekor gap. Sen o'zing qilib berasan choyxonani. O'tgan gal meni navbatim bo'ldi-ku. Bo'lmasa gapimda og'ayni. Talashib tortishib o'tmaylikda. Hozir bir laf o'ynaymiz. Agar kim yutqizib qo'ysa, o'sha choyxonani qilib beradi. Ma'qul. Lafda sharti shunday. Bo'lishi mumkin emas degan odam yutqizadi. Kelishdingmi? Mehmon, siz o'rtada xolis odamsiz. Tushundingizmi? Ha, bo'pti. Qarab turing, har doimgidek yana yutqizadi. Boshladingmi? Boshla. Bu uyni qurishdan oldin mana tagini hali katlamon kovlaganmizda. Tagi fundament qo'yish kerak-ku. 10 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. Yana 10 metr kovladik. Hech narsa chiqmadi. Bo'lsa bir mustahkam bo'lsa deb yana 10 metr kovladik. Bilasizlarmi nima chiqdi? Tagidan ingichka bir sochli tolasiga o'xshagan narsa chiqdi. Hayron qoldik. Bu nima ekan? Arxeologlarga olib bordik. Nima ekanligini bilmadik. Tarixshunoslarga ko'rsatdik, bilmadik. Keyin mana artistlar telefonda ishlaydiganlar bor-ku, shularga ko'rsatdik. Shular topdi. Bu telefonda ingichka tolali simi ekan. Demak, shundan bildim, meni ota-bobom 500 yil oldin simli telefonda gaplashganlar. Yo'g'i. Mehmon, bo'lishi mumkin. Endi gap eshit. Men ham yaqinda agrotimga beton quyaman deb, men endi bilasan, ishiga pishiq odamman. 60 metr kovladim. Lekin pam hech bola chiqmadi. Chunki meni bobolarim 1000 yillardan beri sotuv telefon ishlatishgan. Yo'g'i. Bo'lishi mumkin. Unimini qo'y. Yaqinda bir olamshumul voqea bo'ldi. Men o'z tovuq boqaman-ku. Tovuqimiz shunaqangi tuxum berdi. Ishonasizlarmi? Tuya qushni tuxumini tug'di. Tovuq? Butun qo'ni qo'shni mahalla hamma hayratda. Yaqinda televideniya, gazeta, jurnallardan ali blogerlar keladigan bo'lib turibdi. Shuni yoritish uchun. Yo'g'i. Mehmon, ajablanarli joyi yo'q. Hozir qanaqa zamonda yashayapmiz? Ayol erkak bo'lyapti. Erkak ayol bo'layotgan bir zamonda tuxum nima gap bo'pti? Bo'lishi mumkin. Endi sen meni voqeamda eshit. Yaqinda men, mehmon, 12 ko'zli miltig'imni shunday olib chiqdi, osmonga qaratib, bam! Otuvdim. Bir katta vertolyot yerga bam otib quladi. Yo'g'i. Bo'lishi mumkin. Endi 12 ko'zli bo'lgandan keyin bittasi vertolyotga tegadi-da. Bo'lishi mumkin. Ishonsa bo'ladi bunga. Endi o'rtoqlar, men shu laf aytishni bilmayman. Lekin bir haqiqatni aytaman. Xullas kelam, otam qishloqdan ruchletlik bankaga musallat solib uzatgan ekan. 20 ta kishi qo'ni qo'shnilar yig'ilib, shuni bir ichamiz dedik. Birorta odam ocha olmadi. O'sha kecha ichuvsiz qolib ketdi o'sha yerda. Bo'lishi mumkin emas.